Assalomu alaykum, hurmatli xalqimiz. Hamma kunni boshlab olib yaxshimi, kayfiyatlar yaxshimi? Xudo xolasa bugun biz o'tin olib kelganmiz. Andijon viloyatining Bo'ston tumaniga, sentridamiz. Inshaalloh mana tushiryapmiz. Tushiruvchi ham o'zimiz, yuklovchi ham o'zimiz. Aka mana po'ra akamiz ovqat qilyapti. Ha, mana oshlar o'rnilyapti. Xudo xolasa mana shu o'tinlar xalq xizmatida shirin ovqatlar bo'lishiga oz bo'lsa ham o'z hissasini qo'shyapti. Suvlar ham qaynayapti. Tomoq so'zi bosib qo'yganmiz. Hozir endi kun sovuq, odamlarda pul qochdi, qozonlarimiz yoqilgani yo'q. O'tindan